Tasavvur qiling, siz uy qurmoqchisiz. Uyingizda nechta qavat bo'ladi? Xonalarning soni qancha? Har bitta xonani o'lchami qanaqa bo'ladi? Eshik va zinalar qayerda bo'ladi? Devori qanaqa qalinlikda bo'lishi kerak? Uyni qanaqa xom ashyolardan qurish kerak? Mana shu savollarga javob topish bu arxitektura. Endi faraz qiling, siz uyingizni oldindan rejalashtirmasdan turib qurib tashlasangiz, faraz qilaylik, siz hozircha sizga 4 xonali uy ham yetarli bo'ladi deb oldindan yerni o'sha 4 xonali uyga mo'ljallab olasiz. Kichkina yerni u yerda fundamentidan boshlab poydevorini 4 xonali uyga mo'ljallab bir amallab uy qurasiz. Lekin birozdan so'ng bolalaringiz katta bo'lgach, masalan, o'g'il qiz bo'ladigan bo'lsa, ular balog'atga yetgandan keyin o'g'il bilan qizni bitta xonaga qo'yib bo'lmasligi keyin xayolingizga kelib qoladi. Chunki siz buni oldindan rejalashtirmagansiz. Lekin endi bu xatoni tuzatish sizga ancha qimmatga tushadi va ancha vaqt talab qiladi. Chunki bu xatoni tuzatish uchun yana alohida xona qurishingiz kerak. Endi uy tayyor bo'lgandan keyin alohida xona qurish degani bu alohida yana qanchadan qancha noqulayliklar, qancha xarajat va vaqt talab qiladi. Yoki bo'lmasam uyni qurish jarayonida devorlarni o'ta ingichka qilib yuborgan bo'lsangiz, bitta xonada gapirgan gap boshqa xonaga eshitilib qolish muammosi sizni o'sha uyda yashash davomingizda qiynab keladi. Bu ham arxitekturaviy xato hisoblanadi. Yoki bo'lmasam yana bitta narsani unutgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, hojatxonani loyihalashtirganingizda hojatxonangizga keladigan suv quvurlarini faqatgina o'sha unitazga, rakvinaga va vannaga o'tkazgan bo'lsangiz, keyinchalik attang xonamga bide qilish esimdan chiqibdi, ya'ni mustahab qilish uchun degan bir afsus ham keladi. Ya'ni bu narsa ham arxitekturaviy bitta xato hisoblanadi. Yoki bo'lmasa ikkinchi qavatni qurganingizda qo'shni tomonga derazani qo'yib yuborsangiz, keyinchalik u derazani baribir yopib yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu ham keyinchalik o'sha qancha xarajat va vaqtni talab qiladigan bitta arxitekturaviy xato hisoblanadi. Dasturiy ta'minotda ham xuddi shunday. Software architecture bu faqatgina kod yozish emas yoki uni testlash emas, balki bu oldindan biz qurayotgan tizim qanchalik yuklanmaga bardosh berish kerak, vaqt kelganda qanchalik kengaya olishi kerak, yoki bo'lmasa undagi xavfsizlik darajasi qanday bo'lishi kerak, undan foydalanuvchanlik darajasi qanaqa bo'lishi kerak degan tizimni xususiyatlarini oldindan rejalashtirish va shular asosida qaror qabul qilish software architecture deyiladi. Men hozir mana arxitektura xususiyatlariga ba'zi misollar keltirdim. Xususan scalability, tizimni kengayuvchanlik darajasi, performance, tizimni ishlash tezligi, security, tizimdagi ma'lumot xavfsizligi darajasi, usability, tizimdan foydalanish qanchalik qulayligi, accessibility, imkoniyati cheklangan foydalanuvchilar tizimdan qanday foydalana olishi, deployability, tizimni deployment qilish qanchalik oson qiyinligi, fault tolerance, tizimni xatolarga qanchalik bardosh bera olishi kabi dasturiy ta'minotni xususiyatlarini qamrab oladi. Biz o'sha qurilayotgan tizimni mana shu xususiyatlarini oldindan aniqlab olishimiz kerak va ularga tegishli muhimlik darajasini berishimiz kerak bo'ladi. O'tgan kirish darsimizda aytganimdek, arxitekturada hamma narsa trade off. Ya'ni arxitekturaviy xususiyatlardan ba'zilariga erishish uchun qaysilardan biz voz kecha olamiz yoki bo'lmasam ularning muhimlik darajasini qanday belgilaymiz degan qarorlar qabul qilish trade off bo'ladi. Ya'ni har bir tanlov bir narsaga erishish evaziga boshqa narsadan voz kechish degani. Hayotda misol keltiradigan bo'lsam, masalan o'sha uyni oladigan bo'lsak, sizga agar eng muhim narsa bu tinchlik bo'ladigan bo'lsa, siz uyingizni shovqindan chetroq joyda, shahardan yoki qishloqdan chetroq joyda, odam kamroq yashaydigan joydan yer olib o'sha yerda qurishingiz mumkin. Shunda siz tinchlikka erishasiz. Ammo bunga nimani qurbon qilyapsiz? Buning uchun siz masofadan voz kechyapsiz. Ya'ni sizga agar biron narsa xarid qilish kerak bo'lsa yoki ishingiz tushib shaharga borishingiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, yo'lingizga ko'p vaqt ketadi. Tinchlikka erishish uchun siz masofani qurbon qilyapsiz. Dasturiy ta'minotda ham xuddi shunday. Masalan, agar sizning dasturingiz uchun tezlik eng muhim bo'ladigan bo'lsa, unda sizni dasturingizda murakkablik darajasi oshishi mumkin. Yoki bo'lmasam, xavfsizlikni eng yuqori darajaga chiqaraman desangiz,
unda tizimdan foydalanish qulayligi pasayadi, ya'ni usability, user experience shunga munosib tartibda pasayadi. Yoki bo'lmasam tizimni men oddiy qilib saqlamoqchiman, oddiy monolit ko'rinishida saqlamoqchiman, qiyinlashtirib, mikroservis qilib qiyinlashtirib nima qilaman deyishingiz mumkin. Ammo keyinchalik tizimda foydalanuvchilari yoki unga bo'lgan kelib tushadigan so'rovlar ko'paygani sayin tizim mana shu katta yuklamani ko'tara olmasligini qurbon qilyapsiz. Ya'ni scalability ni simplicity ga trade off qilinyapti. Arxitektura bu ustuvorliklarni to'g'ri tanlash san'ati. Endi dasturiy ta'minot tizimlaridan misol keltiradigan bo'lsak, mana shu trade offlarni tanlashga, masalan, aviatsiya va havo harakatini boshqarish tizimlarida eng muhim arxitekturaviy xususiyatlar qaysilari? Nima deb o'ylaysiz? Ular availability va fault tolerance deb o'ylayman men nazarimda. Chunki availability degani tizimni har qanday holatda ham doimiy tarzda ishlab tura olish xususiyati. Masalan, tizimimiz modullar bo'ladigan bo'lsa, bitta modul ishdan chiqqan holatda boshqa modul avtomatik tarzda ishni davom etib ketishi. Undan keyin fault tolerance ga masalan tizimda qanaqadir xatolar ro'y berganda, tizim o'sha xatolarni bartaraf eta olishi, avtomatik tarzda tiklay olishi hisoblanadi. Chunki faraz qiling, agar mana shu aviatsiya tizimlari hatto 20 soniya ishdan chiqib qoladigan bo'lsa, o'chib qolsa, unda yuzlab yoki minglab odamlarning hayoti xavf ostida qoladi. Demak, biz bu yerda mana shu availability va fault tolerance ni ustuvor xususiyat deb tan oladigan bo'lsak, buni evaziga nimadan voz kechamiz? Buni evaziga agility, ya'ni tizimga tezda yangi o'zgartirishlar kirita olish imkoniyatidan voz kechamiz. Chunki bunday highly available tizimga o'zgartirish kiritish tabiiyki ko'p vaqt talab etadi. Avvalo u tizimni yaxshilab testlab olishimiz kerak bo'ladi har xil muhitlarda va keyin uni productionga sekin-sekin yo'lga qo'yiladi. Demak, agility trade off, undan tashqari cost, ya'ni mana shu tizimning umumiy narxi ham tabiiyki juda ham qimmat bo'ladi. Lekin odamlarning hayoti baribir har qanaqangi tizimlardan ustun turadi. Shuning uchun ham bu yerda mana shu availability va fault tolerance, agility va costga qaraganda baland, muhimroq hisoblanadi. Yoki masalan, mana hozirgi vaqtdagi bank tizimlarini oladigan bo'lsak, bank tizimlarida eng ustuvor xususiyatlari qanaqa? Bular data integrity, ya'ni ma'lumotning yaxlitligi, auditability, traceability, ya'ni tizimda bajarilayotgan har qanday ishni, har qanday actionni kuzata olish, ko'ra olish xususiyati, compliance, ya'ni o'sha bank tizimlarini davlat qonunlariga, markaziy bank buyruqlariga, har xil standartlarga javob bergan holda ishlashi, ya'ni faqatgina tizim ishlasa bo'ldi emas, balki barcha mana shu qonunlarga, buyruqlarga, hujjatlarga amal qilgan holda ishlay olishi bank tizimini eng ustuvor xususiyatlari hisoblanadi. Albatta security ham esimdan chiqibdi. Endi mana shu narsalarga erishish uchun nimalardan voz kecha olamiz? Tabiiyki performance tomonlama ozgina tizim sekinlashishi mumkin. Chunki bank tizimida mana shunday har xil tekshiruvlar, encryptionlar ro'y beradigan bo'lsa, tabiiyki bu narsa o'sha tizimni ishlash tezligini biroz sekinlashtiradi. Shuning uchun ham bank tizimida masalan tranzaksiyamiz yarim soniya ishlash o'rniga 1,5 soniya ishlasa, bu juda katta muammo emas. Lekin agar bank tizimida bironta mijozni hisob raqamidagi pul o'zidan o'zi kamayib qolsa, yoki tranzaksiya qilganda bitta mijozni hisobidagi pul boshqasiga o'tganda pul yo'qolib qolsa, bu juda ham katta muammo hisoblanadi. Masalan, bitta mijoz boshqa mijozni nomidan tranzaksiya qilib olsa, bu katta fojia hisoblanadi. Bunaqangi ulkan muammolar ro'y berganda banklar katta jarimalarga yoki hatto litsenziyasi olib qo'yilishiga olib kelishi mumkin. Ko'rib turganimizdek, har qanday tizimlarda, har qanday domenlarda o'ziga yarasha arxitekturaviy xususiyatlari ustuvorligi farq qiladi. Mana bugungi darsimizda biz sizlar bilan arxitekturaviy xususiyatlarni nima ekanligini bilib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat.